ro'zaning fazilati. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi va bayyinatin minal huda wal furqon. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Ya'ni Ramazon oyi shundaq oyki, insonlar uchun hidoyat bo'lgan, hidoyatning va haq bilan botilni ayiruvchi hukmlarning dalillari bo'lgan Qur'on ana shu oyda nozil qilingan. Sizlardan kim bu oyda rozi bo'lsa, uni roza tutib o'tkazsin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Roza gunohlardan saqlaydigan qalqondir. Sizlarning biringlar roza tutgan kunda nashayan so'zlarni qilmasin. Jidal majra tug'dirib cho'qon ko'tarmasin. Agar biror kishi uni tillasa yoki uning bilan urushsa, men ro'zlarman desin. Alloh bilan qasamki, ro'zlar odamning og'zining hidi Alloh taoloning dargohida iftorning bo'yidimi xushpuroqdir. Ro'zlar odamga ikki turli xo'shalik bo'ldi. Biri iftor bo'lgan qilganda, yana biri Parvardigorga muloqot bo'lgan chaqda.